Mana bu qo'ylar bir tomosha qilaylik do'stlar. Surxondaryoning qo'ylariga ishqiboz bo'lgan aka-ukalarimiz, mehmonlar bizni kuzatib turganlar. Sizlarga mana shu narxlarni hammasi bir qator olamiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi sanamiz 9-iyul sanasida Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Payshanba mol bozorida turibmiz. Sog'liqlar narxlarini yorishga kelganmiz. Mana hozir sog'liq sezon boshlangan. Yana hozirroq vaqtdan keyin qimmat bo'ladi yoki bular bo'g'oz bo'ladi. Agar o'zingizni qo'chqoringizni qo'shib olmoqchi bo'lsangiz, hozir isbot qilasiz. Keyiniga bular bo'g'oz bo'lib qoladi, foydasi yo'q. Do'stlar, mana sog'liq qo'y narxlarini hozir ko'ramiz, holatlarini. Bular yoshlar nima akajon? Aka, bosmi 2-4 qo'ylarga e'tibor beraylik-da. Qo'ylarda do'stlar, nishon bozormisiz? Yo'q, sog'liq qo'ylardan hamma narsa sog'liqda, onasidan o'tadi hammasi. Onadan o'tadi. Qo'ylarni olishga e'tibor bersangizlar, to'sh keng bo'lish kerak edi. To'sh keng, yelkasi kengroq bo'lish kerak do'stlar. Jinlari mana bunday o'zi qirib bo'laveradi, dasht qo'ylari mana. Qirib jinlari to'shlarini tengligini ko'rib bo'laveramiz. Mana bu qo'ydim 4 tishaga do'stlar. Mana qo'yni orqa taraflari, dumma tegishlariga hammasiga e'tibor berib olasizlar. Dummalar tikka turib, to'shlari keng, yelkalari kengroq qo'y bo'lsa, qancha to'sh keng bo'lsa shu qo'y nima deydi? Yuragi katta, o'pkasi zo'r, nafas olishi zo'r bo'lar ekan, semirishi ham zo'r bo'lar. Keyin o'sha qo'yning oyoqlari qalinroq bo'lsa, u qo'yimiz keyin yuk ko'taradi. Suyagi keng bo'ladi, yuk ko'tarishga zo'r deb asosan qo'y yuk ko'tarish kerak. Bular narxlarini bilamiz. Aka, bular narxlari nima? 9 milliondan. 9 milliondan bir joyga. Yoshlar so'q chora. 5 ta panji qo'y bor aka, 6 ishga chiqdi. 5 tasi panji. So'q chora qo'ylar bo'ladi. Savdosi bo'lma akajon? Asl 2 dan aka bir joyga qo'yadi. Bir joyga? Bir joyga 8 million 200 dan mana so'radi do'stlar. Endi 2 tishga chiqadi. Mana bumi? 2 chora ekan. Chora. Har tarafdan ko'rsating. Akajon, qo'ylarimiz yomon emas. Mesni aytib ketavering. Qo'ylar mesur. Surxondaryoning o'zining qo'ylari bular. Menga tuting, olib. Ha, mana. Gapiraver. Mikrofonimiz yo'q, qattiqroq gapiraverasiz. Nima bo'lib qo'ylar, sharofatimizga. Rahmat. Do'stlar, qo'ylarimiz mesni qo'ylar. Sariosiyo bozoridan qo'y olaman deb kelib, Surxondaryoning qo'yini olib ketyapman deganlar. To'g'ri. Surxondaryoning qo'yini olib ketmayapti. To'g'ri. Shuni bilib qo'yinglar. Shu tarafga e'tibor bering. Mesni qo'ylar bilan u qo'ylarda ancha farqi bor. Bilmagan odam olib ketib qolyapti. Keyin boradida Surxondaryodan qo'y olib keluvdim deydi. Yaxshi chiqmadi deydi. Yoki bunaqa ekan deydi. Lekin vaholanki u Surxondaryoning qo'yi bo'lmaydi. Shunday. O'zimizning mesni qo'ylar bilan boshqa qo'ylarda farqi bor. Uchun mana shu kanallarda ko'rib, ma'lumotlarni eshitib, nima deydi? To'g'ri qo'y olsangiz, pulingizga baraka topasiz. O'zimizning mesni qo'ylar hamma tarafidan plyus. Mana ortaga baraka topasiz. Rahmat, ana Asror akadan mana nimalarda oldik, ma'lumotlarda e'tibor berib ko'raverasiz. Yondagisi nima azamat? Bir joyga 8 million 200 dan savdosi bo'lgan berilmadi. Do'stlar mana. Oba ko'ring. Qaysi mana bobomiz tanlagan qo'yni ko'ramiz. 15 million deyapman, 15 million. Nechta savdo bo'ldi? 15 taga savdo bo'lgan buni o'zi. 15 million aytilyapti. 15 million aytilyapti. 15 million tagiga 15 million. 15 million bog' qo'ygan o'ziga. Qolgan 12 dan bog' qo'ygan. Yoshi nima akajon? Ikki qo'shimcha endi qoldi. 3-qo'rnga o'tdi do'stlar. Obo ko'l ochaylik ishini. Bo'y bermaydi. Mana qo'yga chiqadi. Banji. Obo qo'ylar haqida nima deysiz? Mana shu qo'y haqida buni 15 million narx aytilyapti. Endi holatini nima deysiz? Qanday qo'y deysiz? Qo'y sifatini gapirsangiz. Zo'r qo'y, so'ra qo'yda. So'ri qo'y. Zo'r. Mana so'ri qo'y qaysi taraflari bilan ustun bo'ladi bobojon? Bu hamma tarafdan ustun. Ha, gapiring. O'zimizga mana shunga o'zimizdan misol uchun o'zimizning Toshkent viloyatlari hammasi mana shu so'ra qo'y ko'ramiz. Ha.
O'zimiz qo'ydaga kelmaydi hech qachon. O'zingiz shu yerdamisiz bobo? Ha, shu yerda. Shu yerda qo'y qilgansiz, ha? O'zim yoshligidan qo'yda qumolarni ichida yotgan inson. Ha, mana bobomiz necha yillik tajriba. Bobomizdan mana o'zi qo'ylarni holatini tanishtirib o'ting deymiz. Obunachilar ko'radi buni internetga. Nima sababdan? Ko'rsin. Nima sababdan hozir mana 15 million aytilyapti. Sababi nima? Shuni hozir biz bir olishimiz kerak-da. Nima holat, xislat, qanday holatini ko'rishimiz kerak. Bo'g'oz akajon. Bu qo'ylardan hech qanday yomonlik chiqmaydi. Yo, Hech zo'r qachon. 40 qo'ygan. Bo'g'ozmi akajon shu? O'z egasi qochgan deb bergan aka. Ha, bular ham sizlar tirikchilikka. Ha, boladan ajragan endi kechki yana yangitdan bo'g'oz bo'lgan bo'lsa kerak-da. Bular yoshimadi akajon. O'zi hali. O'zi hali tish buzmagan. Endi bularni oddiy odam olish qiyin-da. 12-15 million deyapsiz. 15 millionlik bundan bola olgancha oddiy odam qiyin. Bularga yana seleksiya yo'nalishga yurganlar oladi. Qiziq o'z ishqibozlari bo'ladi. Seleksiya yo'nalishidagilar qo'y qilib qaraydiganlarga 10 tamas 5 ta qo'yaman degan odamlar bo'ladi, o'shalar. Qimmat bo'lsa ham olaman desangiz, baraka topsangiz ular ko'p yillar davomida olasiz. Ularga keyin olib borib hashak qo'chqor qo'shib bo'lmaydi-da, bobo. Hashak mana. Hashak qo'chqorni qo'shsangiz, qo'yni ola olmaysiz. O'zini keyin qaytarib 4 millionga sotasiz. Qo'chqor so'raganlarga mana. Mana dumba taraf oyog'i, orqa oyoqlari keng joylashgan ekan. E'tibor berasiz. Oyoqlari qalin, baquvvat bo'lsa, oyoqni boboz qo'chqor haqida ma'lumot bering, keling bobojon. Siz ayting mana. Ha, Siz qorimiz mana ishora quchqor. ha. Eng dunyoga tanilgan quchqorlarning biridan mana shu quchqor bo'ladi. Yashang bobo, rahmat. Bundan tushgan qo'ydilar 2 qo'ydi tushadi har doim. Ustunlik taraflarini ayting. Qo'chqor olishga qayerga e'tibor berish kerak? Asosan E'tibori mana bu 40 qo'y bo'ladi. 40 qo'y. 40 qo'y. Aha. Mana qo'ylar 40. Oyoq tuzilishlariga e'tibor bering. Tashaymagan. Mana Oldisini ham ko'rsataylik. Hozir yem yegan ekan qo'chqorimiz. Dala sharoitda yuribdi aka bu. Tug'ilgan qo'chqor aka. Yoshini ko'rsataylik. Yoshi nimadi? Yoshi to'g'ri. Mana chori qo'chqor. Do'stlar, bo'ylari 90 dan baland bo'ladi. 90 dan balandlik ko'rinib turibdi qo'chqorimiz, yomon qo'chqor. Shunday boradi. Beli uzun qo'chqor ekan. Qo'chqor bahosi qanchaga bo'libdi? O'zi qisib. Qo'chqor bahosi qancha bor qoladi? 1 million baho qo'yamiz. Savdo bo'ldimi? Yo'q, hali. Savdo hozir qo'chqorlar bugun rosta ko'p kirgan. Nari tarafga rosta ko'p kirgan qo'chqorlar. Hay, savdongizni bersin, baraka bo'lsin. Salomat bo'linglar. Do'stlar, payshanba bozori mana sizlar uchun bugun mana 2 haftadan beri qo'ylarni juda ham zo'rlar keladi. Juda ham zo'rlar. Mana bu qo'ylar farqi bor. Ulardan bular farqi bor. Bulardan bularning farqi bor mana. Bu asrobul baland romanchni shuni etib ketaveradi. Qo'ylarni agar tanlab olaman desangiz, cho'pondan qo'y tanlab ola olmaysiz, do'stlar. Arzonroq olishingiz mumkin, tanlab ola olmaysiz. Bozorga kelsangiz tanlab olasiz. Cho'pondan qimmatroq bo'lsa tanlab ola olmaysiz, cho'pon bermaydi. Bu akalarimiz lekin tirikchilikka cho'pondan bo'lsa ham yuragini sug'urib olib keladi. Mana shunaqa holatda qo'ylarimiz, o'rtacha qo'ylar. Qo'ylarimiz jamoaga o'tib qolmaydi, birakka ham o'tib qolmaydi. O'rtacha qo'ylar. Qo'ylar o'zimizning mesli qo'ylari, o'zimiz Surxondaryo qo'ylarimiz. Sangardakdan keldi. Yoshlar nima buni? to'g'ri ular. Panjisi mana panji, ha? Chori mana qo'y. Chorimi? Ikkalasi chori. Qolgan to'g'ri. Mana bu ham to'g'ri. Ha? Chiqib ko'rsating chiqani. Mana shu qo'yimizni ham ko'raylik. Qo'ziga e'tibor beringlar do'stlar. Bo'ladigan qo'zi o'zi aytib turadi. Oyoq kengligiga ham e'tibor berasizlar. Qani, ko'raylik tishini. Qo'y, men buni kallam pasaytirib turganiga ana u devdim. Yosh kattaroq deysan mana. Do'stlar, mana qo'yni o'zi ham holatiga qarab salgina allanib qolar ekansiz mana. Shuni o'zi savdo bo'ldimi? Qancha savdo bo'ldi? 8200. Bekorga 8200 bo'lmaydi-da. Mana hali tug'magan. Tuqqandan keyin yana yenilaydi, yana o'sib,
yana o'sib, yana ochiladi bu qo'ylar tuqqandan keyin. Yomon emas, 8 million 200 ga berilmagan, ana kashdan qo'yib, dashti qo'ydim mana do'stlar. Surxondaryoni dashti qo'ylarni olaman desangiz, mana shu qo'ylardan olam qo'y qilsangiz, ma'murni olib, lekin qimmatroq bo'ladi. Qimmatrog'i, lekin shunaqalarni tanlab olsangiz zo'r bilan mana dumasi ham tikka yopishtirish kerak. Duma tikka bo'lgan bilan mana osilganlari ham bo'ladi-da. Oyna duma bo'lsa ham osilgani bilan bu tikkaroq turibdi, qarang. Mana bu bilan, mana bu duma bilan qo'ydi dumasi bilan buni farqi bor. Ko'ring do'stlar. Mana bu bilan mana bu ham bundan farq qiladi. Do'stlar, bu kattaroq ular. Kichkina bu kattaroq bo'lsa ham yopishtirib. Sifatli bo'ladi. Yashang. Hali ketmagan qo'chqorni qo'shsangiz zo'r, yaxshiroq bola olsangiz bo'ladi mana bu. O'zim qo'yib qo'yib, unaga olardim shuni. Yana o'sadi, o'sish bo'ladi. Narxlari qanchadan bo'ldi endi? Narxlari bir joyga 7200 ming bo'ldi. Bir joyga 7200 dan bo'ldi. Bir joyga 7 million 200 dan berilmadi qo'ylarni. Mana men o'zim olgan qo'ylar bilan bularning farqlarini ko'rib boraverasiz do'stlar. Akalar, bir joyga 7 million 200. Mana bu tarafda mana holatiga yarasha qo'ylar bo'ladi. Agar yeti ozg'irroq bo'lsa ham, arzonroq bo'lsa, yeti ozg'irroq bo'lsa ham, men o'zim qo'y qilib olaman desangiz, mana yeti ozg'irroq qo'ylar. Qo'y qilib olsangiz bo'ladi mana. Ikkita tuqqan, uchta tuqqan qo'ylarimiz bor holati. Tashdan kelgan, yaxshi joyga menimcha boqilmagan yoki boladan yangi ajragan qo'ylar. Holati o'ziga yarasha pullari yengil bo'lishi kerak bu qo'ylarimizda hozir. Assalomu alaykum, zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Mana puli yengilroq qo'ylardan olib kelibsiz-da. Hamma ham kattasini ola olmaydi, to'g'riga. Puli yengilroqni qidiradi ham. Qo'ylarimiz yoshi nimada akajon? Chori panji. Chori panji. Ketgan, ushtuqqan qo'ylar. Holat shu. Bu Surxondaryo qo'yimi bu? Surxondaryoni o'zim qo'ylar. Savdosi qanchadan bu? Aka savdolarni qanchadan bo'lib qoldi? 5,5 dan qilyapti. Mana 5,5 dan bir joyga 40 ta bormi bir joy? 48 ta, 5,5 dan 48 dan bir joyga savdo bo'ldi mana. 5,5 million do'stlar. Mana shu holatda. Bular ham o'rtacha qo'yiblar mana. Beli kaltroqlari ham bor. Beli uzuni ham bor ichiga mana aralashtirib. Agar tanlab olaman desangiz mana beli uzunroqlari ham bor. Keyin bular ko'rib olaverasiz. Qo'ylar chori, panji shunaqa qo'ylar. Qayerda qo'ylar akajon? Bobotov, Uzun tumani, akalar, Uzun tumani, Bobotov. Ko'rib olaverasizlar. Ma'lumot beramizda, shuning uchun videolarimiz ko'p bo'ladi do'stlar, ma'lumotni ham berib olaveramiz. Do'stlar, mana davom etaveramiz, kuzatib boringlar holatini. Holatiga yarasha qo'ylar ko'rsatib boramiz. Bu ha? Savdosimi? Savdosi 8,300 10 million bor. 10 million shunaqa atrofiga. Olaveramiz videoga. Bo'ldi. Sharofiddin Uz kanalida. Bunisi 8 million mana qo'yimizga e'tibor beradi. Nima uchun? 8 million, nima uchun 10 million? Korpuska endi chiqdi. Choriga. Nav chori ekanda. Nav chori ekan. Mana 8 million savdosi bo'libdi. Bir joyga Savdo olarmanlar keyin. Mana bu 10 million. Nima uchun 8 million, nima uchun 10 million mana do'stlar? Hamma tushunadi, qo'ydi ko'rganlar birdan tushunadi, lekin mayli. Meni aytib o'tib ketaylik do'stlar. Mana oyoq tuzilishidan e'tibor beramiz, dummalaridan boshlab e'tibor beramiz mana. Yelkasiga ham e'tibor beramiz. Nima yelkasini qarang. Buni yelkasini qarang. To'g'ri bilan hozir yetib bori, lekin baribir suyagli yelni qo'y mana. Mana yel shuni hisobidan 10 million so'm so'raladi. 8 million 10 million so'm so'raladi. Yoshi nima edi buni? bu nov panjiga chiqdi. Endi Bu ham bo'g'oz qo'y. Bunisichi Ikkala yo'q, bu nov choriga chiqdi. Yangi choriga chiqqan ekan do'stlar. Mana ko'krak to'sh qismini ham ko'ringlar. To'sh qismi asosan ko'p
e'tibor berib olasiz to'sh qismiga, ko'krak qismiga. Qo'ylarimiz qancha to'shi kengroq, chuqurroq joylashgan bo'lsa, yurak urishi ham, yuragi ham kattaroq bo'ladi, nafas olishga zo'r. Mana bunisimi? Mana o'zi bulardan balandroq turibdi-ku deyarli. Hali yana bu bir tuqqandan keyin ochiladi ham, tishiyorsa yana yengillayib o'sishga harakat qiladi. Hali bu kelajagi o'suvchan qo'y. Mana shunday. Yashang, sog' bo'ling. Bu akamizni o'zlarini taniysizlar. Instagramda, YouTube'da faoliyat olib borishadi. Zo'r muxlislarga bir tilaklar, bir bozor haqida yoki bir ma'lumotlaringiz. Bozor zo'r, bozorda burgutlar ko'p, zo'r bozor. Shunday. Barakasini bersin. Chorvada baraka bor akalar, chorva qiling, barakasini bersin. Rahmat, sog' bo'ling, savdoyingizni bersin, sotilib ketsin. Mana bugun payshanbaga yomon qo'ylar kirmagan akajonlar. Bugun 9-iyul sanasida Sarasiyo tumani Payshanba mol bozorida qo'ylarimiz chori, qanji shunaqa issiq chori qo'ylar juda ko'p kirgan, lekin qashtanlariga akalar mana ko'pchilik olib sotishga olib keladi, lekin kashtanlarni olib keladi. Mana cho'ponni olsangiz, aytaman yana bir takror aytaman, cho'ponni olsangiz tanlab ololmaysiz. Tanlab ololmaysiz cho'ponni. Mana qo'ylar ko'raylik. Gapirishni qo'y beraman, ichidan Savdo kelyapti. Akajon qanchadan baho qo'ygansiz? Aka baholarini qancha qo'ygansiz? Hech kimdan berasiz. 9dan baho qo'yasiz. 9 million. Savdosi bor. Mana nima deyadi, aka bir so'm. Rosa olatam so'zam beraman. Hozir savdosini istadim. O'z bozor qancha narx qildi? 7 mi so'rayapman. Bir joyga. Nechtasi? 8 tami? 9 tami? 26 ta qo'y, narada ham bor, narada qo'chqari qoldi. Ular qo'chqor ketganmi? Ketgan, qo'chqir chiqqan, ketgan bo'lishi ham mumkin. Do'stlar, mana bo'g'ozda. Mana shu hozir qo'chqor qo'shilgan. Qanchaga olin akajon? Bilmasam mana nechidan olgan? 4,5? 4dan. Deynoga ketyapti bu. Yo'q, 4 milliondan men sotganman, meni reklaman. Siz Boysundansiz. Ha, Boysundan. Boysunlik akalarimiz mana 4 million 4 sotdi. milliondan sotdim. Qo'chqormi? Ko'yam qo'chqor. Qo'chqor. Fevral, martmi? Mana shunday do'stlar. Davom etaveramiz bugun payshanba. Mana shunaqa holatda payshanba bozor narxlarini bilsangiz, Xudolar Sharofiddin o'z kanalida kirib ko'raverasiz. Net so'rayapsiz? 10 10 66 dan 6 million 600 dan 10 donasini saylab olishga. Xudo xolasa 7dan kamiga bitadi. 100 ming kamiga bitadi. 7dan kamiga bitadi. 100 ming kamiga qilib. Ha, shunday. Yoshi issiq chorimi? Issiq chori, to'ppa-to'p qo'ylar bo'ladi. O'rtacha qo'ylar qo'y qilishga bo'ladi. O'rtacha qo'ylar do'stlar, mana ot bozori ham narxlarini ko'rsatamiz, xudo xolasa ko'rib boraverasiz. 8 million deb qo'ygan. 8 milliondan aytilgan qo'ylarni savdosi 6 milliondan bo'libdi. Ichida qo'chqor ham turibdi. Qo'chqor ham turibdi. Bo'g'oz degan maqsadda mana shu holatda bo'g'oz qo'chqorlarga qo'ylarni sog'diradi. Yosh nima akajon? Kimdan sizlardan? Ha? Shu yosh kattaroq, qolgan yosh. Ha. Qolganlari yo'q. Qolganlari uzoq chora. To'g'ri qo'ylar. Yosh kattaraygan sari qo'y beli ham uzun bo'lib o'saveradi hamda agar yaxshi qo'y bo'lsa-da, o'sadigan qo'y bo'lsa, boshlanishdan o'sadigan qo'y bo'lsa o'sadi. Gadilari o'smay qoladi do'stlar. Bu tarafini aytib ketaylik.
Hamma sog'liq qo'ylar tayyorlagan. Bugun juda rosa ko'p kirgan. Sog'liq qo'ylar rosa ko'p kirgan do'stlar. Holatini ko'rsatamiz. Soq chorimi? Chori panjimi? Soq, faqat ikkita chorasi. Panjisi yo'qmi? Yo'q. Mana bu qo'y nimadi? Chora. Chori. Qo'yganlari soq. Ikkita chorisi bor. Akajon, qayerda qo'ylari bu? 8 dan deyapsiz aka. 8 milliondan narx aytibsan. 7 dan ko'tarib savdo bo'ldi. 7 millionni bermadi. Hisob qo'ylar. 18 dan hisob qo'ylar. Mana buni yoshi nimadi? Ayting. Mana buni yoshi nimadi buni? Hisob qo'y aka. 15 tasini hisob qo'yat davron. Nechtasi bir joyda qo'yi? Hammasi bu joyda. Bir joy qo'yim, bir yemmi? Nomer qoldim, nomerlar. Ayting nomeringizni. 77lik, 77lik 264, 264 3591. 3591 adres Denov. Denova. Denovdan Hisob akalarim kerak bo'lsa, aloqa oching. aloqa chiqarasizlar. Sharofuddin kanalidan kelishtirib berasiz endi. Ha, kelishtirib beramiz. Qimmatroq aytmaysiz endi. Qanchalar akamiz? Shu kanaldan agar qo'yib olsangizlar, telefon shu nomerdan qo'yib olsangizlar, telefon qilasizlar do'stlar. Qo'ylarimiz yomon emas, bir-biridan zo'r qo'ylar juda ko'p kirgan. Ko'zlardan zo'r. So'ri qo'ylarni har bir narsani sentr makoni bo'ladigan bo'lsa, sarisiyo so'ri qo'ylarni makoni. Mana bunaqa qo'ylar yog'on beli yog'on, balandroq qo'y, beli kalta bo'lsa ham yog'onroq ekan. Do'stlar, ana qo'yimizni beli kaltaroq bo'lsa ham, lekin qochalari qalin, yog'onroq. Shu qo'yimizni ertalab ko'rganmiz, 11 million savdosi bo'lgan deyishgan. Hozir ham aytib turibdi. Endi hozir qo'ylar hozirroq tayinlagan 11 million. 12 million deyirdim. Qaysini olgan qo'ylar? Bir joyga qancha so'radi? Kattasi 11 so'radi. 11 ga qoldi, ha? Ertalab so'ragan. Hozir ham so'radi. 11 millionga qolib. Do'stlar, ovozlarimiz, mikrofonlarimizni qo'ya olmadik. Endi shu holatda davom ettiraveramiz. Olindimi akajon bu? Qanchadan oldingiz shularni? 6 million 600 danmi? 6 million 600 dan olingan qo'ylar. To'qlimi Murat? Ha, to'qli olindi 6 million 600. To'qli 6 million 600 dan olingan. Buni qayerda oldingiz mana buni? Barisi 66 dan. Barisi 66 dan. Yo, mana bu qo'yni men ertalab ko'rdim-da. Hech yerda olmadingizmi? Bilmayman, men aka olgan 66. Qayerga ketadi bu qo'ylar? Denovda qoladimi? Qayerga ketadi bu qo'ylar? 6600 dan olindi. 66 dan olingan to'g'li qo'ylar do'stlar. Mana. Nechiga qoldi? Ha? 6600. Olindi. Nechiga? 66. Do'stlar, mana shu to'qlimizni bir ko'rsataylik sizlarga. Mana shu to'qli qo'y. Iltimos endi so'kmaysizlar, minut ko'payib ketdi. 23 minut ko'proq olaman. Hali sog'liq qo'ylarni hali tugatganim yo'q. Mana. Holatini qaranglar do'stlar. Mana bu qo'y hali yelkasini qarang. Hali tug'magan. Mana bo'ladigan qo'y do'stlar. Hali tug'magan. Olib borsangiz, o'zirodagi qo'chqorga ketadi. Hali qo'chqorga yaxshiroq qo'ysangiz bo'ladi. Shunaqa holatda tanlab olsangiz bo'ladi. Lekin qimmatroq to'g'ri bo'lsa ham qimmat, 6,5 million. Bitta o'zini olsangiz qimmat so'raydi. Lekin uni nima deydi, ertangi kelajagi uchun savdo bo'ladi. Ishqibozlariga 12 millionga qo'y qilib nechta bolasini olasiz? 12 million qo'y olib. 12 million qo'y olib nechta bolasini olasiz? Chunki uni erta olib borib qo'chqor qo'shilmasangiz ham bir boshqa narsa bo'lib qoladi-da. Qo'chqor qo'shilmasangiz. Bu yosh nimada akajon? Boqilgan-ku bu, ha? Dashtirgan bor bo'lam. Mana bu boqilgan ekan. Ularni mana bu dashda yurgan ekan. Bunisi dashda yurgan ekan. Qancha borib qoldi bu? Yosh nimada aka? Qancha ko'p bor? Ha.
8 yapmış savdosi. 8 million savdosi deyapsiz. Qancha so'ra? 6 so'ram, 6,5 so'ram. 6,5 so'rab turibdi. Do'stlar, 8 million savdo bo'lgandan keyin keyin 7 million so'ramanglar. 6 ham so'raylar, 6,5 ham so'rayverasizlar. Savdo bo'ladi. Bir so'm so'rasa ham bozor, 2 so'm so'rasa ham bozor. Siz narx aytyapsiz, hech kim baqirmaysiz. Siz ham narx, sizga ham aytgan narx hech kim baqirmaydi, shunaqa narx. Buni o'zini adini 15 baho qo'yadi. Adel 15 baho qo'yasiz. Yoshi nima edi? Mana yoshini ko'rdinglar do'stlar. Mana bu 15 deb. 5 savdosini bilaverasiz. Savdo qilib olaverasizlar. Osmon az so'rasam aytasiz. Ha. Az so'rayvering. Bir so'm so'rang xabarsizlik yo'q. Ha. 15 baho qo'ydim mashinasingiz. 15 million baho qo'yiladi. Tishi yosh mana. Tishini ham ko'rsating mana. Tishi yosh. Lekin bo'lsa bo'lam ketgan. Mana. Nega bo'lamiz inshaalloh. 15 million bo'lamiz inshaalloh. Baraka bo'ldimi? Mana baraka. Yuziga qaramang usta. Mana barakani. Qanchaga? 6 million 600 ming so'm ma'qul bo'lsa to'lov qancha so'm? 700 bo'ldi, bor baraka. Nimamda? Ha, meniga ham deyishdi. 200 ming so'm xarajat qilib ketay. Mana bir ko'rta qilib chiqarib. Siz nima uchun so'rayapsiz buni? Nima uchun qo'shib Qo'ya qilaman. qo'y qilmoqsiz? Qayerdansiz? Sheroboddan keldingizlar, mehmonlar akalarim. Qo'y qilaman deb mana shu qo'yni savdo qilishadi mehmonlar. 7,5 million savdo. 8 million qildingizmi? Lekin Uzoqqa haydab ko'ring, mana yoqqa. Qo'ydi bir do'stlar, buni olib borib qo'chqor qo'shasiz. Sembura boqilgan ekan. Qo'chqor qo'shasiz. Qo'chqorni yaxshisini qo'shasiz. Akalarimiz Ishqibod akamiz qo'yadi. Mana bu tarafda mana bor. Mehmonlar mana Sherobodga kelib video olamsiz siz ham. Video olamsiz sizlar. Qarangda mana qo'ylar qanday ekan Sariosiyo bozori keldingiz. Qo'ylar qanday edi? Qo'ylar haqida, narx-navolar haqida bir ma'lumot bersangiz. o'ziga yarasha. O'ziga yarasha. Bozordan olsa bo'ladi, savdo qilib olsa bo'ladi. Siz hozir buni qo'y qilishga olyapsiz, ha? Qo'y qilishga, so'yishga emas, qo'y qilishga. Mana shuni narx-navolar do'stlar. Mehmonlarimizdan ham so'rab olamiz. Mana bu yerda qo'ylarimiz beli uzun ekan. Beli uzun juda yaxshi holatda turib, dasht qo'ylar. Beli uzun qo'ylar. Hammasi toza sog'lomligi ko'rinib turibdi akalar. Mana qo'y qilaman desangiz, mana bu dashtda yurgan qo'ylar agar uy sharoitida qilsangiz, bular juda yaxshi effekt beradi. Bular juda yaxshi effekt beradi. Bobo zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Qo'ylaringiz mana shu 4 talasi bir xil ekan, ha? Bir xil ekan deyarli. Yoshlari ham bir xil bo'lsa kerak. Yoshi nima edi? Chori qo'ylar, ha? Chori qo'ylar. Bular tusoqmi? Tusoq qo'ylar mana. Yaxshi teribsiz, lekin tusoqda adel teribsiz. Chorini adel teribsiz. Yaxshi yashang. Bularga savdo bo'ldimi? Savdo bo'lyapti, 7,5 ming bo'ladi bir joyga. Bir joyga 7,5 bo'ladi. Mayda katta. Mayda kattasi bir joyga 7. Va agar mana bular chori bo'lsa, uy sharoitida yana kami Sharofiddin o'sgan aldi. Uy sharoitida kamiga yana bulardan 3 ta bola olsangiz bo'ladi, hech bo'lmaganiga. Xudo xolasa 2 tasi, xudo xolasa yaxshi o'lmay, katta qilsangiz kasal qilmay, o'ldirmay boqsangiz yana bola olasiz. Shularni o'ziga qanchadan savdo bo'ldi bularni? 8 dan. Bularni o'zi 8 dan bo'ladi. Do'stlarim, obunachilarim like bosib qo'yaverasizlar. Minutimiz yarim soat bo'lib qoldi. Yarim soat bo'lib qoldi. Yarim soat. Mana qo'ylar. Mana dashtda yurgan qo'ylar, hammasi dashtda yurgan qo'ylar kirgan Sariosiyo bozori. Akalarimiz bir-biridan bahs qilib, zo'rlarni olib kelasizlar. Yashang. Aytayman-ku, cho'pondan zo'rini borib olish oddiy odamga qiyin. Tanlab ola olmaysiz. Lekin borib savdogarlar tirikchilikka tanlab ola oladi. Cho'ponni sug'urib olasizlar. Ha, cho'ponni qo'yini tanlab ola olasizlar-da. Mana shu cho'ponni savdogarlar tanlab ola oladi shu holatda. Mana bularning yoshi nima akajon? Chori qo'y, 4 oyim chori. 4 talasi ham chori.
To'liq to'ldirgan cho'g'rini 62dan so'rayapti bir joyga. 62 dan bir joyga. Bir joyga so'rayapti 62 dan. Panjimasmi mana bu? Yo'q, chori qo'ygan. Hammasini shunday. Yeb ichishi garantiya. Javob. Yeb ichishi javob. Hafta oyga javob. Ichki kasalligi bo'lmasa, qo'ydan yutqarmaysiz. Shunday. Qo'chqor ketgan bular hammasi bo'lgan. Ketganmi? Ket. Hammasi bo'g'oz. Qo'chqordan chiqib keladi. Qanchadan dedingiz bir joy so'ra? 62dan so'rayapti bir joyga to'lasi. 62 dan chiqsa berib yuborasiz. Chiqmasa ham beramiz. Quyosh ham kelib qoldi. Quyosh qizdiraversa narxlar tushaveradi lekin. Quyosh Nechta bo'ldi savdogarga? Nechta bo'ldi? Quyosh qizisa, olarmanga yaxshiroq bo'ladi savdolari. Ko'ring aka. Bu yosh nimadi bu? Choriq qo'y. Choriq qo'y. Buvaz aka 3 oylik buvaz. Boqilgan ekana uyda. Uyda boqilgan 3 oylik. 3 oylik bo'g'oz. Uyda uy sharoitida boqilib yurgan. Choriq qo'y. 3 oylik bo'g'ozmi? 3 oylik buvaz. 3 oylik bo'g'oz. Narxini endi nima deymiz? Narxini 12 million deb kelishtirib beraman. 12 million kelishtirib beradi. Savdo qancha? Realni savdoni ayt. Realni savdo 8,5 million so'radi. 8,5 million real savdo so'radi. Mana 8,5 million so'ralgan qo'yimizni holati yomon emas. Yomon emas, zo'r. Beli kaltaroq ekan, lekin zo'r qo'y. Bo'ladi, yaxshi. Savdosini qilsa bo'ladi. Akalarimiz yangi yoshlar bilan qo'yga qiziqqan yoshlar bilan. Akajon zo'rmisiz? Bu baribir adelni turibdi, ha? Qo'ylaringiz ichidan ba'zi. Hammasi ikkitishmi? Ya osh bo'lsin. Ikkitishda bir qilib bozorga ushlab yig'ib olib kelish ham buni mehnati bor. Mana yana shammasini qilmang mana. Yo, ko'rdim. Mana. Xo'sh bo'lsin. Nola hali yorgan edi. Xo'sh bo'lsin. Endi chiq. Mana. Voy. Hali bular tug'magan qo'ylar, ha? Endi Qo'chqorga ketadi bular agar adashmasam. Tug'magan qo'ylar mana. Holatini ko'raylik. Mana ko'kragini ko'ring sizlar, mana ko'kragini, yuzi tiniqligini. Mana bu Qo'chqorday bo'lib turibdi mana do'stlar. Darmonasini qaranglar. Kalla yuz tuzilishini e'tibor beringlar do'stlar mana. Qulog'iga qaranglar mana. Toza qo'y. Yaxshi qo'y. Endi orqa tarafini ko'ramiz mana. Dumalari osilmagan. Bu duma osilganga o'tmaydi. Mana. Yelkalari yaxshi. Mana orqa taraf, uch tarafi zo'r mana. Mana shu buni savdosini nima deysiz buni akajon buni endi? Bir chiroyli qilib chiroyli qanchadan? 10dan baho qo'yapti. Bir joyga 10 milliondan baho qo'ygansiz. Bir joyga 10 milliondan baho qo'yilgan. Savdolari bo'ldimi? 9 gacha savdo bo'ldi. Bir joyga soni 7 ekan-a? 7 bir joyga 9 gacha savdo bo'libdi. Holatda sarasiya Ayshanba mol bozoridan sog'liq qo'ylar narxlari. Akajon savdoingizni bersin. Mana bu qo'ylarimizga keldi. Bobomiz pastdan yaxshiroq qo'ylarni olib keladi bozorga. Juda zo'r qo'ylar ekan mana bular. Suyaydi qaranglar qo'ylar. Berasmi bundan? Nechidan bizga beradi? Shuni ayting bu. Yo'q, sanarni ayting. Puli yetsa olib beraman, menga darib. Qo'yga qaraylik do'stlar. Qo'yimizni beli ham uzun, oyoqlari ham keng, qalinroq joylashgan qo'ylar. Mana bu zo'r ekan. Yoshi nima edi bobojon Hojiboy bular yoshi nima edi? So'q chorimi? Qaysi savdo bilyapsiz? Akamiz qaysi savdo qilyaptilar? Hakamboy mana ikkovini 10 milliondan so'rayapti. Aha. Men 11dan bering dedim. 11dan bering. Yo'ldosh bo'lib berasizmi? 11dan. Qo'y mehmonlarga berasiz. Mehmonmisizlar? 700dan bir joyga ko'tarib qilyapti. 8 million 700dan bir joy. Bozorda oldi qo'ylaridan do'stlar. Bir. Hayda pul so'ramayapman. Qo'ylar juda zo'rlari. Akalar, men hozir nomerni qo'ydik, o'tgan hafta sotilib ketdi-da. Nomer qo'yganmiz, bir joyga sotilib ketdi o'tgan hafta. Hozir qo'yish desangiz qo'yamiz. Ularni Managa qara. Odamlar ovda yo'q ham. 8
Fakat buna bakalım. Do'stlar, mana shunaqa holatda qo'ylarimiz. Ikkovini 10 milliondan savdosi bo'lyapti, berilmayapti. Do'stlar, videolarimizni yakunlashga harakat qilamiz degandim, lekin qo'ylarni hali hammasini olib bo'lganim yo'q videoda. Men bularni nimasini to'xtataman, hozir nimasini to'xtatsa, mana bu qo'ylarimiz ko'rmay qoladi. Agar to'xtatsam, mana bu qo'ylarimiz bozorga kelgan qo'ylar ko'rmay qoladi. Bo'g'ozmi aka bu? Bo'g'oz. Yoshi nimadi? Chorimi? Qanchasi bor qo'y? 11 milyon 550. 11 million 550 uzun qo'y ekan. Uzun yilqilari juda keng joylashgan. Ko'klar qafasini olaylik, to'shini. Mana qo'ylarni yog'ilgan do'stlar, mana 1,5 so'rayaptim. Bizning mehnatimizni qadrlab, bitta laykni bosib, videolarimiz yoqqan bo'lsa, kommentariy yozib ketsangiz, shundan xursand bo'lamiz. Do'stlar, qo'ldan kelgan harakat qildik. Laykni bosasizlar, o'z fikrlaringizni hammada xato kamchiliklar bo'ladi. Albatta, o'zi so'raymiz. Yanada kimga qanaqa qo'ylar chiqarish kerak bo'lsa, yoki uydan sotiladigan qo'ylar bo'lsa, qo'y sohasida bo'lsa, bemalol uchrashasizlar, borib chiroyli qilib beramiz, faqat arzonroq narx. Hojatda 9dan bo'lsa beraman deyapti, hammasini berdi. 9dan bo'lsa emas, bir joy beraman deyapsiz. 9dan. Hojbo. Yer bozor. Men obunachilar nomidan meni 10 ming, 20 ming obunachilarim ko'rib turibdi-da. Qarang, 9dan bo'lsa bir joy beraman deyapsiz. Beraman dedi hojaka aytdi. Ha, hojaka. 9dan kamigan bitadigan joy bormi bir joyga hammasi? Hozir ko'mamas bir muomala qilamiz. Savdosi bo'ladi, ha, 9dan kamigan. Bemalol telefon qilsa baqirib bermaysiz. Urushib bermaysiz. Urushib bermaysiz telefon qilsa, 9dan kam so'rasa, 8dan chiqib 9dan shu so'rasa. Lekin 8 bilan 700 dan so'rab turdi, 16 qo'ydi hozir. 8 bilan 700 dan. Ko'tarib so'rab turdi. 8 bilan 700 dan 16 da soni. 16 soni. Qo'ylaringiz Oldini 10 bilan 11 bilan so'rayapman. Qo'ylaringiz zo'r, yaxshi terilgan yosh qo'ylar ekan, yomon emas, suyagi. Mayli 9dan bir O'tib berasiz. Savdosi bo'ladi. Telefon nomeri bormi? Ayting telefon nomerini. 99lik 013 33 60 67 bog'lanasiz. Adres Deyno, ha? Adres Deyno. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Kuzatib turganlarga rahmat.